nimaga O'zbekistonda ta'limdan ko'ra to'ylarga ko'proq pul sarflanyapti? Og'riqli nuqta-ku bu. Qo'pollashib ketamiz-ku. Chunki o'zbekimizda nimaga sarmoya tiksak, natijasi nima bo'lishini ko'proq o'ylay olmaymiz. Yoki kelajakni oldindan ko'rish qobiliyatimiz juda past. Yoki bizda birovlarning gapi uchun yashash ustunroq. O'z hayotidan-da ustun bo'lib ketadi. Nega? Men mana shunday to'y qilsam, meni xalq mana shunday qabul qiladi. Men farzandimni mana shunday o'qitsam, mana shunday qabul qiladi yoki mana shu farzandimga bor sarmoyamni tiksam, kelajakda kerak bo'lsa dunyoga olib chiqadi meni yoki o'zi dunyoga chiqadigan inson bo'ladi, dini o'ylay olmaydi. To'y qilsak butun hamma joyda shov-shuv bo'ladi, gap bo'ladi degan narsa ustun bo'ladi. Ya'ni odamlarning gapi ustun faqat. Shunday. Eng asosiysi bizda pulni boshqarish, ya'ni sarmoyani boshqarishga oid bo'lgan bilimimiz pastligi. Qanday? Masalan, 100 million pulimiz bor bo'lsa, 100 million orqali qayerlarga nima orqali nima bilan yetib borishimiz kerakligini chizmasini chiza olmaymiz. Eng qo'pol varianti bugun kredit olishdan xalq qo'rqmaydi. Qaysi sohaga olinyapti o'sha kredit? To'yga olinyapti, mashinaga olinyapti va hokazo va hokazo va hokazo. Lekin ta'limga olinmaydi. Farzandimni 3 yil davomida o'qitaman deb kredit oluvchilarning soni juda kam. Yo'q bo'lsa kerak. Deyarli yo'q. Mana shu birovlardan qarz bo'lib, kreditga, qarzga botib to'y qilayotganlarga nima variant berasiz o'rniga? Uni varianti nima? Farzand kelajakda bo'ladi endi u oila yoki yoshi katta oila voyaga yetgan farzandini qizi bo'lsin, o'g'li bo'lsin, to'yga ajratgan sarmoyasini evaziga olgan ta'limiga tiksin. Zamonaviy kasbni egallashiga tiksin. Til o'rganib xorijga chiqishga imkoniyat yaratib bersin. Yo'inki o'zi uchun yashasin. O'zi qanday yashasin? Sayohat qilsin, chet ellarga borsin, dunyoni ko'rsin, o'zi rohatlanadigan hayotni o'ziga ravo ko'rsin. Qo'ysin, bunaqa to'y qilmasin. Pullarga eng yomoni qarang. O'sha bitta to'yga oddiy aholini aytayapman, boy qatlamni aytmayapman. Oddiy aholi qatlamni aytayotgan bo'lsam, o'sha to'yga 0 ko'rsatkichdan boshlab to'y o'tib ketgandan keyingi 1 oygacha oraliqda oladigan bo'lsak, o'shandagi xarajatga o'sha yosh oila Toshkentdan bitta uy olsin, 2 xonali. Mana u sarmoyani o'sha to'g'ri yo'lga olib ketish bo'ladi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling.